Hozir mana bizni Chorvoqqa olib ketishayotgan ekan. Toshkent, Gazalkent, mana elektrichkasi o'tib ketdi. Chimganga qarab ketyapti. Lekin Chorvoqqa borar ekanmiz. Hurmatli do'stlar, sotiladigan uylar ham bor ekan bu yerda. Yangi uylar qurilyapti. Mana turistik avtobuslar, biz Chorvoqqa qarab kelyaptik. Katta trassa. Hurmatli do'stlar, qimillab ketyapti telefon, xafa bo'lmaysizlar, chunki rosa tez yuryaptik. Chorvoq kanatная дорога, mana to'g'rimizda, sizlarga ko'rinmaydi, kanatная дорога bor ekan. Bitta yo'llar, o'sa ham opasli yo'llar. Mana lekin yo'llar hammasi chiroyli. Liniyada chizilgan. Rosa qishda qor ko'chkilari bo'lsa kerak bu yerda.
Ayol qizlarimiz ham yetib kelishdi. Hozir bugun mana bu kapsulali uylarni joylashtiryapti sekin-sekin. Mana turizm biznesi. Toshkent viloyati xotin-qizlari. Bu yerda Yuqori Chirchiq tumani, Chirchiq shahar, Bo'stonliq tumani, Parkent tumani xotin-qizlari bor. Chorvoq suvlari. Men shunaqa aktivman, men savol beraman dedim, qo'shilaman. Mana hozir trendda hamma fotosessiya qiladi. Mana qanaqa hammani qo'lida kamera. Burun bitta kamera hammani olsa, video rolikka hozir hammani qo'lida kamera. Karim opamiz. Karim opa rahbarligida mana kapsulali uylarni ko'rish uchun, kapsulali turizm bilan tanishtirish uchun mana biz hozir shetga yetib keldik. Videoga olaylik. Axborot beraylik. Nima sabab bunaqa loyihalar qilinishi? Singillarimiz, mana ko'ryapsizlar, oila va xotin-qizlar qo'mitasi, turizm qo'mitasi bilan hamkorlikda mana qanaqa loyihalar qilindi. Maqsad bu yerda sizlarni turizm sohasiga ko'proq jalb qilish. Mana ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar, bu yangi loyiha, innovatsion loyiha hisoblanadi. Bu yerda turistik zona deb ataladi. Turistik zona, rekreatsion zona deyiladi. Ya'ni ekoturizm yo'nalishlariga moslashgan joy. Bu yerda 90 dan ortiq shu kabi kapsulali modulli uylar barpo qilindi. Bu yerga tashkil etilishdan maqsad shu mahalliy va xorijiy sayyohlarga qulaylik yaratish. Bu kabi uylarda oilaviy joylashishingiz mumkin. Mehnat jamoalari bilan, do'stlar bilan joylashib, bir hafta, 10 kun xohlagancha turib, shu yerdagi havosidan, o'zingizni sog'lomlashtirish yo'nalishlarida bu yerda xorijiy va mahalliy sayyohlar dam olishadi. Maqsad nima? Maqsad shu kabi aytaylik eng chekka qishloqlarda, rekreatsion zonalarda, turistik zonalarda aholi va turmush sharoitini yaxshilashdan iborat. Ya'ni bu kapsulali modulli uylarga xizmat sohalari kerak. Ya'ni bularda o'ziga yarasha mehnati bor. Ichidagi mehnati tozalash yoki qaysidir bir ma'noda mana turizm turlarini rivojlantirishga aytaylik gastronomik turizm yoki aytaylik ekoturizm, ziyorat turizmi yo'nalishlarida bu kapsulali uylar juda ham muhim hisoblanadi. Va aytishimiz kerak bo'ladi, bu startovoy loyiha, mana bu ham bitta yangilik. Aslida bu loyiha Bo'stonliq tumanidan boshlangan. Mana bu yerdagi proyekt butun viloyatlarning mana shunaqa tog'li hududlarga qo'yish, yana bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu yo'nalishda aytishim kerak, bu sizlardagi mana bu ko'rib turgan kapsulali modulli uylar eng zamonaviy va aytaylik har bir nimasini segmentini o'ziga mujassam qilgan modulli uylar hisoblanadi. Endi ba'zi hududlarda eko uylar, tapchanlar yoki chodirli lagerlar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamma o'z salohiyatidan kelib chiqib qiladi-da bunaqa sharoitlar. Lekin sizlar ko'rib turgan modulli uylar bu mamlakatimiz uchun yangilik hisoblanadi va eng yuqori xizmat servis sohalaridan biri hisoblanadi. Hammanglar chorlab qolamiz, birma-bir xonalar ko'rib chiqishinglar mumkin. Qanaqa sharoitlar bor ichida? Sanuzillari, elektr ta'minotidan doimiy naqa qilingani, issiq, eng qizig'i yana bitta narsa aytay. Sayyohlar nafaqat yozda, balki qishda ham tabiat qo'ynida dam olish uchun bizda sezon degan narsa bor-da. Turizmda bilasizlar, sayyohlik mavsumi bo'ladi. Shu mavsumdan chiqib ketish maqsadida bu kabi loyihalar qilinadi. Ya'ni qishin yozin xalqning daromadi, xotin-qizlarimiz ishsiz qolmasligi va aytaylik shu xizmatlar sohasida shu 4 faslda hammamizni qo'limizda baraka bilan shu xizmatlarimizni qilishimiz uchun qilinadi bunaqa loyihalar. Shuning uchun hammani bu loyihaga mana taklif qilamiz. Mana Karim To'xtabayevni sizni boshchiligingizda mana qancha ayollar yig'dik bu yerga. Mana hammani birinchi kundan ko'zlari boshqacha-da.
Negaki kutgandan ham yaxshi natijaga erishyapmiz. Ya'ni birma-bir sizlarga turizm nimaligi va qolaversa xizmatlar sohasi nimaligini eshiklarni ochib beryapmiz. Ya'ni o'zingizlarni anglab olinglar. Sizlarga nima to'g'ri kelsa, mana gid tarjimonlik bo'ladi. Mana bu yerda mana gidlar yetishmaydi. Kerak bo'lsa ko'rsatib bilish kerak. Kerak bo'lsa xorijiy sayyohlarga bu yerda salohiyatni, bu yerda toza havosi, tabiati qanaqaligini, qanaqa hislatlarga egaligini gid tarjimon ko'rsatib bera oladi. Shuning uchun mana shu yo'nalishlarda sizlarga omad tilayman. Rahmat. Demak, mana hozir qizlanish bilan ta'minlashadi. Mana hozir har kuni ko'ryapmiz, savollar tug'ilyapti. Mana har bir borgan joyingizda men mana shu joyda qaysi lavozimda, kim bo'lib ishlasam ekan degan savollarga javob qo'yinglar. Masalan, men shu yerda o'zida ko'rdim, bu yerga blogerlar ham kerak ekan. Chunki bunaqa tabiatimiz o'zimiz O'zbekistonning chiroyli havosini, bo'stonliqni, bunaqangi chiroyli manzarasini reklama qilsak, turistlar ko'p keladi. Turistlar ko'p kelsa, bizga ishlar nima bo'ladi? Ko'payadi. Demak, daromadni topish o'zimizning qo'limizda ekan. Agar tadbirkorlar shunga vaqt yetmayotgan bo'lsa, biz bilan birgalikda mana shu o'lkani, mana shu bizning tabiatimizni targ'ibot qilish ham bizning zimmamizga kiradi. Mana hammalarning kayfiyatidan ko'ryapmiz. Biz biron bir opa-singilimizni, mana shu seminar ishtirokchilarini ishsiz qolishga yo'l qo'ymaymiz. Birgalikda o'zimizning ustimizda ishlaymiz. Rahmat. Endi bu loyiha bosh vazir o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi loyiha Mahkamova tomonidan tashabbusi bilan joriy qilinyapti. Shaxsan o'zlarining tashabbuslari. Biz o'ylaymizki, mana shu loyihaning ishtirokchisi sifatida sizlar ham treylerlik ham qilib berasizlar. Xudo xolasa. Hozir birinchi g'oya mana Bo'stonliq tumanida hokim o'rinbosari Lobarxona Qulqazi aytdilarki, biz dedi mana Bo'stonliq tumanida o'qigan qizlar har bir mahallaga borib mana shu seminarni o'zimizni mana shu o'quvni tugatgan qizlar bilan davom ettiramiz deb aytishdi. Mana shu yerda kim o'qigan bo'lsa, trener ham deb tan olamiz va sizlar borib o'zingizlarning mahallalarda mana shu seminarlarni targ'ibotlarni davom ettirasizlar. Rahmat gap. Mana tomosha qilyapsizlar. Shamolda sochlarimizni to'g'rilab olaylik. Ko'rchilar. trening bo'ldi. Bu ayollarimizni o'rtasida shunaqangi tahlil qilgan treningda bilasizlar, ayollar o'ziga pul kerak, ijobiy narsalar oldi, puldan kelmaydigan narsalar o'zi yo'q ekan. Ayollar hozir uy mehmonxonasi, o'sha mehmonxonaga yetkazilgan xomashyo, masalan, oddiy pastellar tikib o'zlariga shunaqa daromad keltiradigan nimalarni olishdiki, ayollarimiz uyxonalarni hozir o'zlarini uy mehmonxonalarini ochishmayapti, ketishyapti. Demak, ayollarimizda ijobiy holat ko'paydi. Ijobiy masalalarni o'ziga olishdida. Bundan rahmat deymiz rahbariyatga. Sababi uyda o'tirgan ayollar ham o'sha kelib, mana bu chet davlatdan qaytgan ayollarimiz bor. Uyda bekasi o'tirgan ayollarimiz ham hozir bu kishi yo'lga qo'yishdi, o'zlariga ilhom oldi, motivatsiya oldi. Xudo xolisa Bo'stonliq tumanida ham, Chirchiq shahrida ham menimcha ayollarimiz bu ishlarni yo'lga qo'yib, o'zini uy mehmonxonasidan daromad, kelajakda daromad olishda niyat qilib qo'yishdi. Harakatga tushdinglarmi? Nima deydi? Yuqtirdikmi? Mana shunaqa seminardan olgan taassurotlaringiz, olgan qo'shimcha bilimlaringiz bo'yicha maqsadingiz nima?
maqsadimi o'zichi man o'ylab yurgan yerimizga shu mehmon uylari qursam ekan shu ijaraga shu soha bo'yicha anaqa harakat qilish niyatida o'ylab yurgan uylarim bor edi. 1 yil davomida o'ylab yurdim. Mana bugun o'sha seminar shu narsani, mani ichimdagi narsani gapirib berib turibdi-da. Shu narsa yana ham bilimlaringiz oshdi. Mana qanaqa yo'nalishlari borligi, turizmda to'g'rimi? Qanday boshlashlik kerakligini bildim. Shu turizm sohasi bo'yicha endi sekin-sekin qadam boshlab sizlar yordamingizda. Albatta biz hozir guruh tuzib qo'ydik. O'sha Telegram guruhda sizda bironta muammo bo'lsa, siz yozsangiz, biz sizga maslahat beramiz va yordam beramiz. Agar biznesni boshlash uchun sizga imtiyozli kreditlar kerak bo'lsa, o'sha imtiyozli kredit olishda ham qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki biz ayollarimiz agar siz o'zingizni tutib olsangiz, oilangiz ham sizdan birga ishlaydi. Butun oila farovon yashashni boshlaydi. Oldimizga asosiy qo'ygan maqsadimiz yurtimiz ayollarini baxtli bo'lishi uchun avvalambor ularni jamiyatda o'rnini topishga ko'maklashishimiz kerak. Biz sizni turizm sohasida o'rningizni topishga va farzandlaringiz bilan, oilangiz bilan baxtli yashash uchun yaxshi bir biznesni boshlashingizda qo'llab-quvvatlaymiz. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi doim siz bilan birga, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, nima savolingiz bo'lsa murojaat qiling. Mana siz bilan tanishdim, juda ham chiroyli o'zlarini g'oyalarini aytdilar. Mana kecha oshpazlar uyushmasidan kelib ma'ruzalar qilib berishdi. Ular o'zlarining rejalaringizni aytib bersangiz. Men Turkiya davlatidan to'g'ri oldin keldim. İzmir shahrida bo'ldim. U juda ham zamonaviy, Turkiyaning mashhur bir shaharlaridan desam bo'ladi. Bu ham kurortli zona. Ha. U yoqda xuddi mana bizning Bo'stonliq tumaniga o'xshagan, bizda daryo, ularda dengiz, dengiz yoqasida joylashgan u shahar. U yoqda mehmonxonalar juda ham ko'p. U mehmonxonalarda mijozlarga xizmat qilishi, tartibini bizdan yana ham ozgina, ularda yana ham chiroyliroq desam ham bo'ladi. Ulardan ko'p narsa o'rgandim. Xudo xolasa men shu maqsadda keldim desam ham bo'ladi. Yana bu seminardan olgan anaqam darslarim, ta'lim, ilm, bilim yana ham menga ko'proq turtki berdi. Yana ham kuchlandim bu seminardan. Men o'zimni shaxsiy bir kichik mehmonxona va oshxona ochmoqchiman. Turk va o'zbek taomlarini uyg'unlashtirib. Juda ham yaxshi loyihani o'ylabsiz, chunki gastronomik turizm yo'nalishida bilasiz, turizm salohiyati va turizm yo'nalishlarining eng drayveri hisoblanadi. Chunki sizni uyingizga kelgan mehmon albatta sizning taniqli taomlaringizdan, nafaqat turk, balki milliy taomlarimizdan tanovul qilganda sizni xonadoningiz brendiga aylanadi. Aytishadiki, mana shu xonadonda shu kabi taniqli taomlar tayyorlanadi. Albatta ham mehmon bo'lamiz, ham dam olamiz, ham yaxshi taniqli taomlarni tatib ketamiz degan maqsadda ham kelishadi. Juda ham yaxshi fishkani o'ylabsiz, chunki gastronomik turizmda yo'nalishini mahkam ushlagan, ham o'zingiz professionalizm, u yerdagi orttirib kelgan tajribangiz bu yerda qo'l keladi albatta. Hamisha tayyormiz hamkorlikka. Bu loyihaning asl maqsadi ham migratsiyadan qaytgan qizlarimizning tajribasi bor. Til bo'yicha demak tajribalari bor. Tilni yaxshi bilishadi, umumjahonni ko'rib kelishgan. Demak, mana shunday bizni xotin-qizlarimizni migratsiyadan qaytgan paytda mana shu sohaga jalb qilishimiz yana ham tezroq loyihalarni amalga oshirishga yordam bo'ladi va biz mana shunaqangi loyihalarni amalga oshirayotgan qizlarimizning o'zini obyektlariga keyingi safarga bo'lgan o'quvlarda birga boramiz deb umid qilamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Mana hurmatli kanalim a'zolari, kanalim mehmonlari, qaranglar. Suv bor. Mana suv bemalol oqyapti. Mana unitaz ishlayapti. Dushevaya kabina. Hammasida suvlar bor. Mana bu yotoqxonasi, mana biz bu yotoqxonalarni kapsulali reklamalarda ko'rardik. Mana bir bor yana men obzor qilyaptim. Mana bu bitavaya texnikalari. Kirdinglarmi, ichkarilarni ko'rdinglarmi qizlar? Ko'ringlar, tezroq kiringlar.
Mana hamma sharoitlar bor. Mana hamma sharoitlar bor. Ochib portlab, sing ketaverdi. Mana kapsulali uylar, dam olish maskanlari, tabiati go'zal. Mana toza havoda dam olish uchun tapjanlar qurilyapti. Qaranglar, chiroyli. Remont ishlari ketyapti bu yerda. Remont ishlari ketyapti. Kelasi sezonga Assalomu alaykum. Oho. Kafe uchunmi? Qanchadan bu nonlar? Chiroyli ekan. Bitta sotib olsak bo'lmasmidi? Sotasizlarmi? Bye.